أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله يتقاكم. Aziz hurmatlik ko'ruvchilarimiz, inog'alarim, opalarim, Afg'oniston millati tashqari inog'alar, opa-singillar, kelurlar bilan borsizlar, uydini ko'rasizlar. Hammalaringizni xizmatlaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umidvormanki har yerga bo'lsangizlar sog' va amon, oromlik bilan yashanglar. Aziz ko'ruvchilarimiz, xoladim hamma Afg'oniston millatiga, xususan o'zbek aziz millatimizga bir payom qo'ysan. Payom shuki, alhamdulillah biz sizlar musulmon zodamiz. Ota bobolarimiz musulmon dunyodan o'tganlar. Biz sizlar Alloh taolaning bandasi bo'lamiz. Alloh taolo bizlarga taqvoni me'yor qilgan. Alloh taolaning oldiga taqvo arzishi bor. Har kimning taqvosi bo'lsa, Alloh taolaning oldiga aziz bo'ladi. Har bir kishining taqvosi bo'lsa, Allohning diniga barobar bo'lsa, u Alloh taolaning oldiga aziz bo'ladi. Har bir kishining zindagisiga taqvosi bo'lmasa, Alloh taolaning diniga barobar bo'lmasa, payg'ambarimizning zindagisi uning zindagisiga bo'lmasa, agarchi kim millioner bo'lsa, qudratmand bo'lsa, dunyodor bo'lsa, Alloh taolaning oldiga uni arzishi yo'q. Ikkilamchi gap shuki, har bir kishi tiliga iftixor qilsa, qavmiyat va zaboniga iftixor qilsa, nijodiga iftixor qilsa, payg'ambarimizning aytishidan, u payg'ambarimizning jamidan, ummatidan hisob bo'lmaydi. Shu jihatdan aziz, hurmatli inog'alarim, opalarim, biz sizlar islomga iftixor qilamiz. Biz sizlar Qur'on kalomi Allohning kalomiga iftixor qilamiz. Biz sizlar payg'ambarimizning sunnatlariga iftixor qilamiz. Zindagimizga ko'shish qilamiz, talosh qilamiz, to taqvoni intihob qilsak. Bas biz sizlarda agar dunyo qabul qilmasa, Alloh taolaning oldiga biz sizlar aziz bo'lamiz. Chunki Alloh taolaning oldiga taqvo me'yor. Taqvo bo'lmasa, inson Allohning oldiga arzishi yo'q. Shu jihatdan sizlar aziz hurmatli inog'alarim, noumid bo'lmanglar. Dunyo sharoit sizlarni zil qilmasin, pasrafta qilmasin. Yuraklaringizni ko'tarib to'xtanglar. Oromish bilan, amniyat bilan zindalik qilinglar. Bu sharoitga, bu zamonga, bu nizomimizga ham shukr qilish kerak. Bu vaqtda Alloh taolaning ne'matlarini bilish kerak, qadrdonlik qilish kerak. Nosipotlik, noshukrlik qilish islomga yo'q, aziz hurmatli inog'alarim. Har bir sharoit, har bir zamonga shukr qilib, sabr qilib, Alloh taolo bilan zindalik qilish kerak. Agar biz sizlar Alloh bilan bo'lsak, Alloh taolo bizlarni yakka ham qo'ymaydi. Alloh taolo bizlardan o'zi himoya qiladi. Alloh taolo bizlarni o'zi hifz qiladi. Alloh taolo bizlarni bayrog'imizni o'zi bilan qiladi. Chunki bizlar Alloh bilan bo'lsak, Alloh bizlardan homiy bo'ladi. Har yerga bo'lsangizlar muvaffaq muayyat bo'linglar.